Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Qalbingizda taskin topqizg'ingiz bormi? Dunyoning turli bearamchiliklardan qutulg'ingiz bormi? Undaqda Allohni ko'p zikr qiling. Chunki Alloh taolo bizga bu vaqtda ta'lim berib mundaq deydi. Tavba qilganlar, iymon etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. Allohni zikr qilish nihoyatda yengil, oddiy bir ibodat bo'lib, o'zbek oson, ammo ajri intayin ko'pdir. Hatto u ibodatni Payg'ambar alayhisalom sahobalarga alohida tavsiya qilib o'rgatgandir. Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Men sizlarning amallaringlar ichida eng yaxshisi hisoblanadigan va Allohning nazarida eng pok bo'lgan va oltin kumush sadiq qilgandimi afzalroq bo'lgan, dushmanlarga uchishib jihad qilib, g'ozi bo'lgandimi ko'p ajr bo'lgan bir amalga boshlab qo'yaymi" deydi. Sahobalar "Bo'ldi ya Rasululloh" deganida Payg'ambar alayhisalom "U bo'lsa-mu Alloh taoloni ko'p aslash, zikr qilishdir" degan ekan. Allohni zikr qilishning nurg'un foydali taraflari bor bo'lib, ularning qatoridan insonni shaytonning vasvasalaridan yiroqlashtirib, Rahmon taologa yuzlantirish, qalbdagi g'am qayg'uning o'rniga xotirjamlikni o'rnatish, insonning yuzini va qalbini iymonning nuri bilan nurlantirish, behuda gap so'zlardan, bexudlikdan uyg'otish, dunyo va oxiratda Allohning roziligiga erishtirish, musulmonlarning dushmanlari ustidan g'olib kelishiga sabab bo'lish. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey mu'minlar, mushriklardan bir jamoatga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chig'inglarda mustahkam turinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar" degan ekan. Sizning namoz o'qig'ingiz u bir zikrdir. Allohning ne'matlari haqida o'ylanganingiz u bir ibodatdir. Roza tutishingiz, Qur'on o'qishingiz, ilm majlislarida o'ltirishingizning hammasi zikrdir, ibodatdir. Ilgari deb o'tganimizdek, Allohni zikr qilish va aslash nihoyatda oddiy, qulay bir ibodatki, siz o'zingiz bildigan har qanday oyatni va hamd va sanolarni o'qing yoki tasbihlarni ayting. Hech bo'lmasa subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar desingizmi, ana shu Alloh yaxshi ko'rgan, Payg'ambar alayhisalom tavsiyada bo'lgan ibodatni qilgan bo'lasiz. Alloh taolo barchamizni o'zi va payg'ambari Muhammad alayhisalom yaxshi ko'rgan yo'lga muvaffaq qilsin. Kelgendur nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan ash oxiri, hammasi rahmat, Rahmonimiz rozi bo'lgan